Qizlar yana bir qator yangiliklar keldi. Mana shunday chiroyli brilliantni kopiyasi kelgan. Qizlar bilasizlar, bular sifatli bijuteriyalar. Bijuteriyalar zakazga keladi qizlar. Men ko'p bijuteriyalarni наличиеda qo'ymayman. Keyin yangiliklar chiqdi. Mana yangi komplekt chiqdi. Brilliantni kopiyasi. Endi bunga qarab turaverasizlar qizlar. Ko'zingiz olmaysizlar, buni qaranglar. Soni oz qizlar. Keyin avvalgi komplektlardan qimmatroq keldi qizlar. To'g'ri tushunasizlar. Nima deganda, bu ustini oq etib ko'rsatadigan, brilliantni kopiyasi etib ko'rsatadigan qimmat metal bor. Shuni ko'proq berilgan buga. Shuni hisobina. Yana sifat ham zo'r bo'ladi buni. Mana rangini ko'rib turibsizlar. Shuni hisobina ozgina qimmatroq keldi. Keyin yana bir turi keldi mana. Sap sari emas, ustini ko'rib turgan bo'lsanglar, avvalgilarga qaraganda dim boshqacha kelgan. Soni kam, razmer qolmasligi mumkin, tez-tez xabarlashasizlar. Endi buni qaranglar qizlar. Ko'rib turibsizlar, real video olib turibman, ya Snapchat ya boshqa ne berib turganim yo'q. Просто bu safargilar zo'r keldi. Buni oq metaldan, mexyordan ko'proq berilgan. Mana shu komplektimizni so'rab yurgan qizlar ko'p edi. Kam chiqadi bular, har zamondan chiqadi. Yo'q bo'lib qolmasdan burun xabarlashinglar. Mana sirg'asini ko'rib turibsizlar. Bu Baku brilliantini kopiyasi. Baku brilliantini bilasizlar, chiqarammi? Qora bo'ladi. Keyin Areshka sirg'adan hozircha birisi keldi, lekin keladi. Nima deganda, mana ildiratning joylari hali polni ishlab bo'linmagan ekan, bitganini so'vardi. Mana tayyor, birisi tayyor ekan, oldim. Yana izidan keladi qizlar. Voy, zakaz etaverasizlar, savdosi keldi o'zimni. Bular zimeyka qizlar zargar ishi bo'lgan bilan polni zargar ish